Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Jizzaxdagi obyektimizga polister stachkalarimiz yetib keldi. Biz faqat polister bloklarini emas, polister stachkalar ham qilamiz. Polga ili lumbazlarga polni yo'tkazib beramiz. Polister stachkalarimiz ozgina tushib qorong'i bo'lib qoldi. Polni hammasini o'zimiz yetkazib beramiz. Yetkazib berib hozir mana ish jarayonini xudo xolasa boramiz. Shu obyektda olganmiz. Polni polister stachkalar bilan chiroyli qilib beramiz. Xonalarda hammasini stachka qilib beramiz. Hozir stachka jarayonini ham qo'yib boraman. Mana xudo xolasa jarayonlarni yoritib boramiz. Mana bu xonamiz bitib qolibdi o'zi. Xonalarimiz bitib qolgan. Xudo xolasa oz qoldi. Uyda o'tirib tayyor qilib chiqarib berib ketamiz. Bir xil yerlar past, bir xil yerlar o'qimasin, bir tekis qo'yamiz. Mana u Xudo xolasa mana pastroq. Xudo xolasa ish jarayonlarimiz sip yorilib ketmaydi. O'rtasidan stik berib, chiroyli qilib bir tekisda o'zimiz yetkazib tayyorlab qilib beramiz. O'zimiz boshida turamiz. Ustalarimiz o'zimiz boshida turib chiroyli qilib beramiz. Xudo chiroyli bo'lib tekis qilib xonamiz salkam tayyor. Mana bismillah deb aka, xudo xolasa yorilib ketmaydi bu, Otabek aka? Yo'q. Xudo xolasa chiroyli qilib yorilib ketmasligi ham kafolatlarini beramiz. Issiq sovuq polni ishlaydi. Yozda salqinda, qishda zax o'tkazmaydi. Ishlarimiz ham bor. Ishlarimizni ham O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Lumbozlarga ham bossangiz bo'ladi. Suv o'tkazmaydi. Mana suv o'tkazmaydi, yonmaydi. Uning orasiga sichqonlar ham aralamaydi. Bemalol qo'rqmasdan xudo xolasa mana chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xonadonimiz egalari o'zlari tushishni xohlamanlar. Aka, ishimiz ma'qul kelyaptimi? Yaxshi, zo'r. Yaxshi. Qolganlarga ham tavsiya qilasizmi aka? Ha, tavsiya qilaman ularga. Mana shu ish. Sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bo'ldi aka, xudo xolasa chiroyli bo'lib bitadi. Nasib. O'zimizga murojaat qila olasizlar. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz.